بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Aziz muhterem kırındaşlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün bu ma'naviy qimmatga ega bo'lgan bu majlisimizga, bu sharaflik suhbatimizga qadam tashrif qilgan cho'nglarimizni, sabdosh qarindoshlarimizni hammaylarni qizg'in qarshi olamiz. Alloh ajri azim ato qilsin. Duo va tilaklarimizni hammanglarga bildiraman. Bugungi yig'ilishimizningki maqsadi hammalarga ma'lum. 23 yil burun Sharqiy Turkistonda xalqimizning, musulmon xalqningki ozodligi uchun, islomningki kalimasining ustunligi uchun mujodala bergan, jihad qilgan shahidlarimizni xotirlash uchun, ularning ish izlari va ruhiy g'ayrati, jasoratini o'rganish uchun va undan ibrat olish uchun bu yerga to'planib o'tdik va shuni bilan birga har oyda elib berayotgan oylik mo'minlar qarindoshlik uchrashishini bu yig'inninki bir qismi qilib yana o'xshashlar davom etamiz. Suhbatimiz başlashdan burun enimiz Sayfiddin qarimni Qur'on tilovati bilan boshlab berishni talab qilaman. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Seyfiddin Karim elimizden Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muhterem qarindoshlar, bugün yuqorida deyilgandek, bugün başta sohbetimizningki Barin Jihadi hareketininki 23 yıllık münasebeti bilen tertip kılıngan faaliyetimizni başlaymiz. Muhterem qarindoshlar, biz bugün nima uchun bir kunni xotirlash, bir kimlarni, bir kishilarni xotirlash uchun to'plandik? Har yil qilyapmiz. Biz taqdirlamoqchi bo'lgan kishilar ve hareket bo'lsa, bu Allah Zülcelal Taala'nın kainatının ki igisi bo'lgan, kıyamet gününün sahibi bo'lgan ulug' Allah Taala'nın ki taqdiriga erishgan kishilarni taqdirlash bizningki burchimiz bo'lganligi uchun, uning uchun biz to'planib o'tiribmiz. Chunki Allah Taala azimatlarni, qadrdan g'ayratlik mujahidlarni, shahidlarni Qur'oni Karimda minal mu'minina rijal dedi. Rijal degan tahsin so'zi bilan alayda erkeklar deb alayda damlab qilgandek bir söz ishlatgan söz. Allah Taala erkiletken damlagan erkeklar deb atagan mu'minlarning ichidagi erkeklar degan shu erkeklarni xotirlab o'tiribmiz. Bizning tariximizda erkeklarning soni oz bo'lmadi. Biz qisqa Sharqiy Turkiston deb atilib kelib, İslamiyetning eng siyosiy nuqtadan ko'tarilgan davrlardan 1000 yil burun Satiq Bug'roxon, Abdulkarimxon Satiq Bug'roxonni desak, undan keyin Sharqiy Turkiston to'proqlarini, musulmonlarni birlashtirib, kafirlarga Xitoy qarshi harakatni birlashtirgan Badavlat Yaqub xon Badavlat shahadatini shahid qilinishidan başlasa, ta onun yağı Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchisi Sabit Damallam, Xo'janiyaz Hajim ve Emir Abdullah Emir sahib ve şunun o'xshash Osman Batur ve undan keyin yana ta bugungi kun qadar shahidlarimizning soni oz emas. Haq yo'l mujadala ustida mujadala berib, Allah Taala'nın ki nidasiga chaqirqiga labbayk deb özünün erkeklikini ispatlab, Allah Taala'nın ki bir mu'min, muvahhid ve mujahidnin ki gədiniga atılgan tağqa ve derya ziminga, asman kökke atqan bu vazifini hiç kim kabul etmegen çağda kabul etken, bu vazifini kabul etken ana şunda erkek mujahidlar. Şuladır. Yani ulanın sani hiç kaçan az bulup bakmadı. Elbette hemmeylerini rahmet bilen hatırlayımız. Allah'tan ecir azim, ahirette saadet, cennet-i firdevs'te âli makam tileyimiz. Ta bu barın hareketi, cihadi hareketinin çıkışı bizninki Sharqiy Turkiston zimininki Xitoy tajovuzchilarininki asaratiga uchragandan keyin tunji cho'ng eng qattiq zarbilik bir harakat. Xalqimizning iymoniy nuqtadan, vijdoniy nuqtadan millatimizni o'yg'atgan
Dünyada özünü hiç kimge tanqınmay köranglap ösüvatkan özünü kuşluq bir dünyanınki ikinci bir çoğun lideri dep oylavatkan ve şu muddua bilen otura çıkan çoğun bir düşmanның İslamның ve Müslümanlarның ve Şarkı Türkistan halkının düşmanı bolgan bu Xitayga qarta şu Şarkı Türkistanның bu jikide kichikina bir kentde barında bu vaqea yüz berdi. Bunu adıyla barın vakası dep ötep ketishke bolmaydı. Bunu alayda diqqat qilish kerak, mulohiza qilish kerak. Bu insonlar sarangmi? Fuqmamdı Xitayning kuchini. Zayıflar, balalar, analar, acizlar, er kishilar bular ezilgan chaqda, faryod qilgan chaqda, voy degan chaqda, beni mezini qutqizdigan yo'qmi Allohim deb hozirga o'xshash yig'lab duo qilayotgan, ezilayotgan vaqtda bu sadoni yurkida his qilgan kishilar bular. Bu qo'rqaydigan yoki bugünkidek bizningki g'aflatda yashayotgan hayotimizni selishtirsak, o qarindoshlarimizningki Zaydin Yusuf qarimningki yashi 26 yosh. Mishada o'ttag'anlarningki ko'pinchisining %90dan kichik. Yashi kichik. 26 yoshda. Şarkı Türkistan Müslümanlarının intifada hareketine, Filistinliklarninki qutuluş hareketi intifada deb dünyada meşhur bo'lgan bir hareket. İntifadası. Yani barın cihadı. 30 mingdan artıq askar tanka, airplanlar bilan qarshi bir qancha yüz adam, 1-200 adam. 300 ga yaqin adam. Bu imani kuvvet, imani kuch bu. Zaman ve makandanki ve Kur'an ve sünnetning şu makan zamanga layık ko'rgan bir talabni his qilib, şu zaman lebbek deyali geldik bu erkeklik. Bunu his qilmaslik. Bunu his qilmaslik, ko'rmaslik bu vicdansızlık ve çoğun gaflettir. Allah Teala'dan istig'for etish ve daim o'yg'oq sagak turish uchun Allohga yelinishimiz kerak. Qur'oni Karimda وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا degan ayet var. Bunu hem bilimiz. Bu qarindoshlarimiz şu vaqtda bu ezilgan nida qilayotgan bu cihadi hareketini başlagan çağdaki iddia ve yazılgan materyallarda nima uchun bunu başladыңlar dese bizning ayollarimizni depsende qildi deydi. Balalarimizni, ayollarimizning qo'sqini kesib tushirib bovoqlarimizni qatl qilyotdi. Yüzlagan, minglagan Xitoylar hisobsiz Sharqi Turkiston zaminiga ko'chib chiryotdi. Dinimiz depsende qilinayotdi. Diniy ve milli haqqimiz qo'limizdan elindi. Topraklarımız işgal qilindi. Bu Allah'ınki zemini, biz bo'lsa Allah'ın bendisi. Onun için biz bu mücadeleni başlattık dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'ninki ayetiga bir vasıta itaat qilganlik ve onun amel qilganlik. Ana muşullah. O'ylab baqaylik qarindoshlar. 49 yildan keyin Sharqi Turkiston bir Müslüman ümmetning bir parçası bo'lgan. Bütün bir dünya, İslam dünyası bilen bir parça, bir bütün bo'lgan bir zeminni bu Xitoylar mushuk bolasini yeganda kutiblam yebasa hech qanday urushmasdan, terlemasdan elib olsa, yani bunga sukut qilish ne kadar qo'rqinchoqlik. Ve Allah'ın aldığı bununla nimdep cevap verişine hemmeden hesabını öz qilish kerak. Elbette bu hareket to'xtab qolmadi. 49 yaqin organ qarindoshlarimiz hareket qildi. Ammo lekin barin 1990-yili qarindoshlarimiz ajallik bir hareket qildiki, ta bugunga qadar undan keyin chiqqan barliq ijtimoiy va fardiy kishilik hareketlar, to'qinishlar ve chet elda ilib berilayotgan barliq siyosiy hareketlar shundan quvvat elib, shundan kuch elib hareket qilyapti. Dunyoga to'nildi. Xitoy bilan to'qinishning ki mumkin bo'lganligiga insonlar ishondi.
qilgani bo'lganligini o'rganganlik uchun bugun nurg'un qarindoshlarimiz bu yo'l ustida o'zini pido qilyotdi. Haq yo'lda shahidlik sharbetini ichiyotdi aziz qarindoshlar. Biz o'zimizga qaylab boqaylik va jamiyatimizga bir sab solaylik, to'plam jamiyatimizga. Biz bir qismimiz bo'lsa g'aflat sharbeti bilan ichib mas'ulab, g'arq bo'lib, mas'uliyatimizni tanimay yashayotgan bo'lsak, kundalik hayotimizni dunyo g'amini birinchi g'am qilib, buningdan chiqolmay, buning bilan chelishib, buning bilan bo'g'ishib yashayotgan bo'lsak, bir turkum qarindoshlarimiz xato yo'lda to'g'ri desib ketyapti. Ya'ni xalqimiz bir qismi g'aflatda, bir qismi uyg'ondi, xato yerda uyg'ondi. Bugun Sharqiy Turkistonda biri dunyodan bo'layotgan ahvoldan, millatimizning musulmonlarningki aziyatidan bundan xabarsiz o'zi bilan mashg'ul bo'layotganlar va yana bir tarafdan boshqalarning sizipagan sizqida Qur'on va sunnatning ochiq oshkori bo'lgan ta'limotlarga qarshi islom millatini, ummati islomiyani, qarindoshlarning qalbini, qalbdoshligini, sabdoshligini, qarindoshligini buni bilish orqali bizning birligimiz, borligimiz yo'qolib ketyapti. Bizning Qur'oni Karimda aytgan ashu ushoq bolalar bugun to'lmayotdi, bugun ondan ortiq to'layotdi. 90-yilqidan bugungi chaqirgan yangroq taqim ustun. Buni anglamaslik uchun vijdonsiz bo'lish kerak, qo'lga gaz bo'lish kerak yoki g'afil bo'lish kerak. Bugun eng ig'ir kun. Bugun u vaqtda singillarimiz ichkariga chirkat navbatida. Bugun ig'ir darajada bu dafsandichilikka uchratimiz. Aziz qarindoshlar, islom lashkarlari xilofat boshdan oyoq musulmonlarning bir g'irish to'priq uchun lashkar tortib chiqdi. Bir ayol o'zininki xalq rioyasining, ummatning, musulmon jamiyatining bir a'zosiningki izzat obro'yining dafsandi qilinishi bilan qo'shin tortib lashkar tortib berib terapiydan qildi. Hindistonda bir ayol kishining ipitiga chiqilganligi uchun bir ayol dod aytib, "Vah mu'tasimah" deb shikoyat qilib, Mu'tasim Billahga shikoyat qilib xat yozdi. Qilgandikan Mu'tasim Billah taxtdan jug'urib tushib, labbayk labbayk deb jug'urib tushib, lashkar avatib Hindistonni yer bilan yakson qilib, shuni bilan Hindiston islomiy zaminga aylandi. Bir ayolning izzat namusini qo'g'dash uchun islomiy xalifa uyaga xuruj qildi. Bugun bu Xitoyga qarshi intifoda harakatini boshlashga sabab omil unda jiqqa sanab bo'lgan olmaydi. Yalnız Xitoyning dahriy bo'lishi ayrim, kommunist bo'lishi ayrim. O ayrim jinoyat. Sharqiy Turkiston musulmonlarning islom ummatining bir to'priqining bir g'irich emas, 1,824,000 kilometr kvadrat bir musulmon islomiy to'proqni besib oldi. Bu jinoyatga ig'ir. Bu jinoyatdan keyin bugungacha 30 necha million, 32 million islom farzandini shahid qildi. 64 yilda 30 necha million islom farzandini shahid qildi qarindoshlar. Bu jinoyatga yetib oshdi Xitoy qarshi intifoda harakatining boshlashiga yetib oshdi. Yalnız buningga Sharqiy Turkiston xalqi emas, butun islom dunyosining labbayk deb jug'urib kelishi kerak bo'lgan bir vaziyat. Ma'alasaf, afsuski, islomiy qarindoshlik, islom ummati, insonlik dunyosi haq va adolatdan uzoqlashganlik uchun, Qur'on va sunnatning ta'limotidan uzoqlashganlik uchun bu hissizlikka giriftor bo'ldi. Hammadam o'zining haqqini haq deb qarindoshining haqqini qo'g'damaydigan bo'ldi. Yana birisining do'st dushmani bilan do'st bo'lib, yana birisi uning dushmani bilan do'st bo'lib, islom dunyosi, musulmonlar dunyosi shunda ayrildi qarindoshlar. Bu islom emas. Biz asli
bizga varis qilib qo'yib ketgan Muhammad Rasulullohning qo'yib ketgan bu mas'uliyati bir musulmonningki, bir musulmon to'proqdagi bir itningki Firat daryosining atrofida qirg'iqida o'lib qolsa mas'uliyatga ega bo'lgan bir Umar xalifaninki agashkuchilari. Hindistondan bir ayolning ey Mu'tasim billah meni qutqazdi labbayk deb taxtdan tushib lashkar avatib Hindistonni yer bilan yakson qilgan bir xalifaning varislari bu ummat bu. Bugun nada bu? Bu Xitoyni islom dunyosini yumshoq ko'ryapti. Bugun qarindoshlar burun faqat Turkistonliklar yig'laydi. Bugun bizning chegara atrofimizda shu rayonda, uzoq sharqda, Burmada, Myanmarda musulmonlar kunda o'ltirilyapti, ko'ydirilyapti, go'shtini tilib yeyapti. Patanida, Taylandda o'ltirilyapti, Bangladeshda o'ltirilyapti. 100 necha million, 170 millionga yaqin musulmon yashayotgan ya'ninki, valilarininki %80 hindi, Bangladesh. Shu yerda musulmonlar qatl qilinyapti. Bunun hammasining keynida bugun Xitoyning qo'lvaliqi o'tirib chiqyapti qarindoshlar. Bu Xitoy boshqa islom ellerini xaf qilayotgan, tajovuz qilayotgan islom dushmanlari qanchalik islomninki, musulmonlarninki jinoyatchisi bo'lsa, Xitoy oningdan 10 qavat ustun jinoyatchi. Buni yumshoq qaylaydigan, buningga yaxshi qaylaydigan insonlar bu musulmon emas. Bu Allohning dushmanlarini veli qiladigan do'st bu Qur'oni Karimning oyatiga xilop. Buningga yumshoq qaraydigan bizning haddimiz emas. Bugun qarindoshlarimiz ammaylarning oilasi vatanda. Qarindoshlarimiz ummatning bir partisi bo'lgan musulmonlar vatanda qanchalik ig'ir kunni ko'rayotganligini bilasizlar. Bugun o oyatning hukmi amaldan qoldimi? Ha? Bu Xitoy qarshi turishga aş ayetning hukmi yetmamda. Ve ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah vel mustaz'afina minar rijali ven nisa vel wildan yo'qmi Turkistonda? Bugun acaba yigitlar qo'lining kuchi va mag'dur va jeliki va yigitlar Sharqiy Turkistonda musulmon qarindoshlarining ummatning bir partisi bo'lgan Qur'oni Karim tab yana unutib qolmasin deb yana 1400 yil burun qiyomatgacha mushun davomliq musulmonlar mushu ehmalni, mush xatolikni takror qiladi, mushu bayroq bo'lsin deb mushunda oyatlarni qoldirib ketdi. Buningga nima ish amal qilinmaymiz? Islom dunyosining bexudligi, insonlik dunyosining manfaatining qurboni bo'lishi bizningki kishilarningki o'yiniga dasab g'afil bo'lib qalbimizni, ko'ksimizni, ruhimizni Qur'on va sunnatning ta'limotiga ochmasligimiz, g'aflatga doim uningga jahillik bilan terib turishimiz bu to'g'rimi qarindoshlar? Bugun dunyoda Allohning dushmanlari bor bo'lsa, soni agar 2 bo'lsa, birsi Xitoy, 3 bo'lsa yana birsi Xitoy, 5 bo'lsa yana birsi Xitoy. Agar bir lam bo'lsa bu yana buni ko'rinmaydigan qanday musulmon biz Qur'onning oyat ta'limotlariga qanday amal qilamiz? Yani musulmonlar yangrab deydiki: "Vaj'al lana min ladunka waliyya vaj'al lana min ladunka nasira." Ey Allah, bizni qutqizadigan, bizga quvvat beradigan, bu yo'ldan qo'g'daydigan, bizning iymonimizni, nafsimizni, ruhimizni, dinimizni, avlodimizni, izzat obro'yimizni qo'g'daydigan ashunda yigitlarni yaratib bergan o'z ya Allah Parvardigorim o'zingninki ishonib bizga mushni chiqarib berdi. Bizga nusrat ato qiladigan, bizni yetaklaydigan qo'g'dig'icha yaratib berdi. Bu chaqiriqni bugunga amal bugun anglashga kerak emasmi? Aziz muhtaram qarindoshlar, dunyoda musulmonlarning hammasi qon ichida. Ummat bir laxti bo'lib, yarda bo'lib ketayotgan bir paytda. Tafriqchilik, istibdod, dindan yiroqlashish, rahbarlarning, liderlarininki dindan uzoqlashishi, fosiqligi, musulmonlarning jahilligi, Qur'on va sunnatdan uzoq bo'lishi, siratdan, Rasulullahning hayotidan uzoq yashashi, bu narsalar bugungi
külpetni, bugungi ig'ir kunlarni beshimizga giribtor qilyapti qarindoshlar. Onun için kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Özümüzni, aile tababatimizden başlayımız. Eğer dünyanı güllendiriş olsa, dünyanın her ziminin, her toprakның zerresi de Allah'ın kelamının sadası çıkış gerek olsa, her çokuda, her tağda, her münada, her igiz yerde Allah'ın bayrağı igiz tikilnişi gerek bolgan bolsa, bunu isteydigan bolsak, evvel bunu bayraqni kalbimizge tikleşimiz gerek, hayatımızda yaşatışımız gerek, özümüzge bunu yükleşimiz gerek. Endin aile tababatımız, yaşavatkan mahallemiz, şehrimiz, memleketimiz, vatanimiz, endin hoşnunlarımız, umumi zemin tupraqның hammasi bu ümmetçilik nazariyesi. Ümmetçilik özünün kimlikinden vazgeçiş tiniş emas. Bunu ben hata düşünüyordu insanlar. Ümmetçi bolaş için özünün kimlikini çapanını selivitiş gerek emas. Bu Allah'ın ki emrige hilaflık. Bu Allah'a asilik, bagavet kıyganlık. Allah meni kembag'al veya bay, ak ya qara, Uyghur ya Arap ya Pakistanlık yaratgan bolsa, men bununla Allah'ın rızası. Bu Allah'ın bana tayin qilgan qadari deb bununla elhamdülillah deyman. Böyle İslam başlaydı. Haqqanda bir narsaniki islomiy bo'lishi uchun bir insonga namoz durust bo'lishi uchun tahorat lozim bo'lgandek, bir insonning musulmon bo'lishi uchun kalima aytish kerak bo'lgandek, haqqandaq amalning niyati, hedefi shunga bog'lanadi. Innamal a'malu binniyat. Ve amaliy tatbiqda shu ko'rilishi kerak. Bir adam ticaret qilsa, ya halal ticaret buludu ya haram ticaret buludu. Haram ticaret bo'lsa Qur'on va sunnatning ta'limoti qarshi aldamchilik, soxtipazlik, haram mal, haram jinsdagi narsalar bilan mashg'ul bo'lish bu haram. Bu tijoratni haram qildi. Yana bir yerda bu tijoratning tamamen islomiy bo'lish, Allohning marhamat va fazli va barakatiga nail bo'lish uchun Alloh taolaning Qur'oni Karimning ta'limoti bo'yicha vazn, mizon, poklik hamma narsa Qur'on sunnatning ta'limoti rioya qilgan chaqda tijorat qilgan kishining tijorati islomiy tijorat bo'ldi. Va shuningga o'xshash bir kishi ayol bilan bir munosabat qilgan chaqda uning ismi zina, uningga darra va nim kerak bo'lsa, islomiy jazo kerak bo'lsa, u qanday haram bo'lsa, bir adam bir ayol bilan nikohdan keyin birga bo'lsa, Allohning marhamatiga va barakatiga nail bo'ladi. Uningga hamma İslam Allah Teala'nın ki onun ailesiga, qalbiga, meliga, rizqiga barakat keladi. Bu İslami bo'lgan bo'ldi. Shundaqla bir adam bir yashayotgan yerda yoki siyosatni ilib aytsak, bir adam Allohning kalomini, Qur'on va sunnatning ta'limoti bo'yicha idora qilishni asos olgan bo'lsa, bu islomiy harakat va islomiy siyosat, islomiy idorachilik, islomiy hukmronlik bo'ladi. Bir adam bir narsa uchun jidal qilgan bo'lsa, fi sabilillah bo'lgan bo'lsa, bu Allohning yo'lida bo'lgan bo'ldi, bu jihad bo'ldi. Bu harakat islomiy bo'ldi. Bir adam o'zining shaxsi uchun veya boshqa manfaat veya boshqa g'araz uchun qilgan bo'lsa, bu batil, faqat uning ismi urush va jidal bo'ldi. Onun uchun biz Sharqiy Turkiston xalqining bugun duch kelayotgan masalalarda qandoq pozitsiya tutishimiz, buning qandoq chapan kiyilishiga qaraydi. Agar biz bugun oldimizdagi bu aniq bo'lgan ro'shan dushmanni, islom va musulmonlarning ummatning dushmani bo'lgan bu Xitoyni tanimisak, to'g'ri mangdim deb xato yo'lda to'g'ri mangishga tirishsak to'g'ri bo'lmaydi. Xavarij iqimi bugunmi bor? Bizning Sharqiy Turkiston chiqayotgan bugungi narsalarni xavarijning hammadan Qur'on sunnatni bilgan odam tekshirsin. Takfir, o'sha narsalarning hammasi shu vaqtda boshlagan. Söz chiroyliq, biz aldanmaymiz. Ali radhiyallohu anhu lag'nim degan, kalimatu haqqin urida bihil batil degan. To'g'ri so'z, ammo yomon niyat, yomon g'araz yoshirilgan. Va uni oqibati yomon yerga kelib boradigan bir harakat bo'lganligi uchun Ali radhiyallohu anhu shunday hukm chiqargan. Ular Ali radhiyallohu anhuni kafir degan. Bugun ogoh bo'lish kerak ahli ilm ulamolarga va islomning qo'g'dug'ichilarga, himoya qiluvchilarga bugungi vazifa
Şarkı Türkistan cümleden Şarkı Türkistan Müslümanları ve ümmetninki birlik beraberliki. Sepning birligiga kuchliq bir harakat elib beradigan bir yo'lni izlashda mas'uliyatimiz o'rtaq qarindoshlar. Bugun onun uchun bu yerda o'tiribmiz. Bu odamlar bizga shuni o'rgatib ketdi. Shu sadoga labbeyk dedi. Ular Allohga va'da qilgan va'dasiga vafo qildi. Faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir. İnşallah Allah bizni intizar qilg'ichi, saqlag'ichi shu kunlarni istak arzu qilib men shunda yashashni arzu qilaman deganlarning qatorini qilsin Allohim. Allohim qalbimizni, fikrimizni, yo'limizni birlashtirsin, sabdash qilsin Allohim. Allah Taala bizga birlik, barabarlik, quvvat versin. Qarindoshlar, bu mesajni hammaylar yayaylar. Bugun birlikka ehtiyojimiz bo'lgan vaqt. Bugun Xitoy bizning dushmanimiz va Allohning dushmanlari bo'lgan boshqa barliq dushmanlar sizning bizning dushmanimiz. Va bugun ichimizda, to'plum jamiyatimizda dinga qarshi bo'lgan, dindan bezor bo'lgan, musulmon va Allohning kalomini anglasa bezor bo'ladigan, ochiq keladigan, jahl tutadiganlarningki bizi qilayotgan nurg'un o'yinlari tomoshasini ko'ryapmiz qarindoshlar. Bu yerda birlashmaganligimiz uchun yashayapmiz qarindoshlar. Men buning bir misolini deb beray, bo'rinmi degan bo'lishi mumkin. 97da 96-97dan keyin naqadar sharafga erishganligimizni hammaylar bilamiz. Shahid İsmail Qarimni hamma qarindoshlarning ko'pinchisi biladi. Xitoy keyin shahid qildi, Urumchiga tutib ketib. Shu vaqtdagi harakatning qo'mondoniyati g'ayratlik, jasur bir qarindoshimizdi. Hech kim uning oldida gap qilolmaydi, xato gap qilolmaydi, fitnanmaydi. U vaqtda Pokistonda Qashqarobod, Xotanobod vaqti bo'lginchilik vaqti. Bir-birini ahli ilmning izzati yo'qdi. Bu harakat chiqqandan keyin ahli ilmning izzati bo'ldi, musulmonlarning izzati bo'ldi, fitna fasod tugidi, bo'lginchilik tugidi. Siyemmese, çiçanmasa şu vaqtdagi mecburen Müslüm mümin olup ketken kişiler şu vaqtdagi Abdullah bin Übey'nin varisleri mi batı verdi? Şulumu ehtiram qildi, keçidi siyemmese, çiçanmasa, ufqlayanmasa bizge telefon qildi, vay hocam deydi. Nima uchun? Sepçin bo'lganlik uchun. Birlik bo'lgan kuchimiz bo'lganligimiz uchun, bir bayroqqa, bir ismga yepishganligimiz uchun bo'ldi. Tafriqa bo'libdi, bir-birimizni adabligin turibdik, bir-birimizga qo'l uzatgan turibdik. U yodimdan chiqmaydi. Axir qarindoshimiz yaqib samsatdi, samsa. Xotarobodga satqini akapti, harvisini urib ishda bitib, harvidagi samsi apoq eriq chiqib ketdi, samsal chijilib. Makunga qoldik. Edemli bir şey ketmedi, memmi ba, hemmeyle ba verdi. Edem bir şey ketmedi. Fakat yo'qolgan narsa ruh. Aşı yo'qolib ketdi. Onun için ko'z qilmaydi. Bugunmi shu bo'lib atadi. Bugunmi sizlar bizning gapimizni qiladigan, bizni ranjida qiladigan, ko'nglimizni bearam qiladigan insonlar bugungi holimiz uchun shuni qilib atadi. Uyg'unayli qarindoshlar, birlikda quvvat va izzat va sharaf va Allohning eng muhim bo'lgani Allohning marhamati va quli nusrati va buni bilaylik qarindoshlar. Gapni uzishni xohlamayman, jiq uzarib ketdi. Alloh maylarni haq ustida doim qilsin. Bundan keyingi faoliyatni biz qarindoshlarimiz istiqloldagi qarindoshlarimiz bu barin jadi hareketini xotirasiga hazırlagan hujjatli filmni qo'ydi. Ondan keyin Musajon qarindoshimiz hazırlagan barin hareketini tanıştırıp o'tdi. Ondan keyin davom bo'yicha ratlikmamiz qarindoshlarning hammalardan Alloh razı olsun. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو لله